Bu videoda Ivel apparatini ishlatishga tayyorlash va ishlatish jarayonidagi yo'l qo'yiladigan xatoliklarni ko'rsatib o'taman. Birinchi bo'lib, apparatni ishga tushirishdan oldin uni qo'shimcha qismlarini tozaligini va ishchi holatga tayyorligini tekshirish kerak bo'ladi. Masalan, nafas chiqarish klapani, oqim datchigi, bemor konturi va увлажнитель, ya'ni havo namlagich bankasini ko'zdan kechirish kerak bo'ladi. Qo'shimcha qismlarni, ya'ni oqim datchigi, havo chiqarish klapani, havo namlagich bankasi va kapnograf datchiklarini to'g'ri ulanganligini tekshirish kerak bo'ladi. Kalibrovkadan to'g'ri o'tkazilmagan yoki bemorga ulashdan oldin umuman kalibrovkadan o'tkazilmagan apparatni ishlatish mumkin emas. Ivel apparatini bemorga ulashdan oldin bemor parametrlarini kirgizmaslik shifokorlar yo'l qo'yadigan xatoliklardan bittasi hisoblanadi. Yana bitta xatoliklardan bittasi bu bemor parametrlaridan kelib chiqqan holda trevoga signalini minimal va maksimal chegaralarini to'g'ri o'rnatmaslik hisoblanadi. Yana xatoliklardan bittasi bu Ivel apparatini ishlatib bo'lgandan keyin undagi ko'p marta ishlatish uchun mo'ljallangan qo'shimcha qismlarni to'g'ri sterilizatsiya qilmaslik yoki qaysi qo'shimcha qismlarni sterilizatsiya qilishni bilmaslik hisoblanadi. O'z tajribamdan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, bunaqa qo'shimcha qismlardan bittasi bu nafas chiqarish klapani bo'ladi. Ko'pchilik xodimlar shu klapanni tozalash kerakligini esdan chiqarib qo'yishadi. Qurilmani ishlatib bo'lingandan keyin qurilmani o'zini sterilizatsiya qilish jarayonida apparatni ekran qismiga to'g'ridan to'g'ri har qanday turdagi suyuqliklarni sepish yoki qattiq tolali mato bilan tozalash mumkin emas. Hozir aytib o'tilgan holatlarning hammasi tibbiy xodimlar tomonidan yo'l qo'yiladigan xatoliklar hisoblanadi. Endi texnik xodimlar tomonidan yo'l qo'yiladigan xatoliklarni ko'rib chiqamiz. Eng yomon va eng katta yo'l qo'yiladigan xatoliklardan bittasi bu apparatni bemorga ulangan paytida tuzatish ishlarini olib borish, ya'ni bemorga ulangan paytda apparatni kalibrovka qilish yoki qaysidir qo'shimcha qismlarni almashtirib apparat bilan ishlash jarayoni bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Kislorod datchigini o'rnatib kalibrovka qilishdan oldin uni 10-15 minutga xona muhitiga moslashib olish uchun kutish kerak bo'ladi. Aks holda datchik kalibrovkadan o'tmaydi. Ivel apparatini to'g'ri ishlatishi texnik xodimlar tomonidan tibbiy xodimlarga tushuntirilmasligi ham ko'p uchrab turadigan holatlardan bittasi hisoblanadi. Ivel apparatini uzoq va samarali ishlashi uchun texnik xodimlar ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan vaqtlarda apparatga texnik xizmat ko'rsatishi kerak bo'ladi. Lekin O'zbekistonda texnik xodimlar yetishmasligi sababli profilaktika vaqtlari cho'zilib ketadi. Bu videoda Ivel apparatini ishlatishga tayyorlash va ishlatish jarayonidagi yo'l qo'yiladigan xatoliklarni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.